Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga 10 sotix joyimizni qayta paftor qo'yapmiz, sababi arzonroq qildik. Qarab turinglar yaxshilab. Bu joyimiz xohlasanglar bu tomonida 5 sotix. Dokumentdan muammosi yo'q. Bu tomonda yana 5 sotix. Xohlasanglar 10 sotix qilib olinglar. Mahalla mana asfalt, parkovka, yuboyga javob, sababi men o'zim katta bo'lgan mahalladan. Sizlarga kiramiz, darvozaxonasi. Mana shu joydan, steyajga qo'ygan joydan shundayga 5 sotix, 3 ta xonasi bor, 3 ta xona. Ozmoz remont qilib yashaydigan xonasi. Bitta gaz, suv, svetdan muammosi yo'q. Yuboydan so'ravringlar. Bu joyimizni narxini $27.500 yana tushib beradigan joyi bor. Xohlasanglar отдельно olinglar. Yana bu tomonida 5 sotix joyimiz bor. 14.000 ozmoz tushadigan joyi bor. 5 sotix. Sharoiti zo'r, lokatsiyasi yaxshi. O'shaning uchun shunaqa narxda chiqarib qo'ydik. Bemalol aloqaga chiqib, pastdagi raqamlarga baraka qilishlaring mumkin. Ulgurib qolinglar, yaxshi joy. Xo'jailg'or Mafeya desanglar, hamma biladi bu joyni. O'sha eski g'iss zavod, mana bu yerda kotej bor. Naryoqda Dilmurod market bor. Mana sizlarga imkoniyat. Yerlari yumshoq, ana mevaga kirgan daraxtlari bor. Xohlasanglar u tomonni, xohlasanglar bu tomonni yoki yoppasiga olinglar. Narxini chiqardim. Naryoq $27.500 kami bor. Bu yog'imiz 5 sotix, gaz suv svetdan muammosi yo'q. 14.000 ozmoz kami bor. Atroflar o'ralgan, bu tomoni tayyor o'zi. Ozgina remontini qilib olasiz, sirazi yashaysiz. Ulgurib qolinglar, yaxshi lokatsiyadan sizlar uchun. Yaxshi joy, ulgurib qolinglar. Kottejlar qurilyapti. Mana darvozaxona qo'ysangiz, bunisi mana tayyor uy. Ozgina remontini qilib olasiz. Mana asfaltlari bor, parkovka, mahalla inoq. O'zim yashagan joylar. Manzilda o'taman, Rishtonni Kalsosidan Tomojniga qarab kelayotganingizda Dilmurod marketning oldidagi mahalladan ham 200-300 metr kirganingizda yoki naryoqdan ham kirsangiz bo'ladi.